Qozi domlamiz shunday adolatli qozi bo'ldilarki, ikkinchi Abu Yusuf desak bo'lar edi. Adolatlari shu darajada ediki, men bir kun bozorga borib, qozi domlaning otlariga beda oldim. Biron hammol bo'lsa ko'tartirib olib ketaman deb turgan edim. Bir odam kelib, men olib borib beraman deb bedani ko'tarib bormoqchi bo'ldi. Necha pul olasiz desam, yo'q, qozi domlaga xizmat qilamiz deb bedani bekorga olib bormoqchi bo'ldi. Bedani ko'tartirib hovliga olib keldim. Bedani yerga qo'yib turgandik qozi domla chiqdilar. Ko'rib oldilariga chaqirib, necha pulga baho qilding dedilar. Bu odam bekorga olib boraman demoqda dedim. Qozi domlaning kotiblari ham bor edi. Qozi domla bozordan hovligacha ko'tarib kelgan bedani qancha haq beriladi deb so'radilar. Kotib 2 tanga bo'ladi dedi. Qozi domla menga 2 tanga ber dedilar. Men 2 tanga berdim. U odam olmadi. Kotibga ur dedilar. 2 tarsaki urdilar. Olmaysanmi? Ol pulni. Ikkinchi bu ko'chaga qadamingni qo'ymaysan. Agar qadamingni qo'ysang, seni qamab qo'yaman dedilar. Men hayron bo'ldim. U odam xo'p deb 2 tangani olib jo'nab qoldi. Keyin men hayron bo'ldim. Bu odam yaxshilik qilsa nega jazo berishadi? Sababini bilmoqchi bo'ldim. Qozi domla bu odamning mahkamada janjali ketyapti. Bu hammol odam aloqa qilmoq uchun seni bedangni ko'tarib olib kelgan bu yerga deb tushuntirdilar. Qozi domla mahkamaga borayotganlarida oldilarida 2 askar yo'ldagi odamlarga u yoqqa tur, bu yoqqa tur deb ketar edi. Mahkamaga qozi domla o'tib ketguncha ko'chada mashina va aravalar to'xtab turar edi. Qozining haybati bu yerda ko'rinib turardi. Kiyimlari, boshlaridagi sallalari hammasi boshqacha ko'rinar edi. Jalolobod shahrida eng yuqori amaldor, noyib 4 ta qozi bo'lar edi. Eng yuqori qozi bizning qozi edilar.